birinchi temperatura berilyapti-ku, yozib olinglar mana bunday. 40 gradus deylar, strelga qilinglar. Qancha minut ketyapti? 8 minut ketyapti ekan, yozinglar. Keyin 60 gradus deylar. Keyin nima deydi? 2 minut ketyapti deylar. 2 minut. Endi esa ushbu reyslar necha marta oshganligini hisoblang deyilyapti. Necha marta oshdi deyilyapti. Endi qarang, oldin 8 minut edi, keyin 2 minut ketdi. Necha marta oshdi? 8 da bo'lamiz 2 ga 4. So'ragan javob. 26. Reaksiya 323 dan ayiraman 273 dan necha chiqadi? 50 gradus chiqadi. Mana endi yozaman. Mana 50 gradusimizda 30 sekund vaqt ketar ekan. Mana 30 sekund. Xo'sh, 293 kelvin berilyapti. Endi uni temperaturasi topamiz. 293 dan ayiraman 273 necha bo'ladi? 20 gradus kelib chiqyapti. Mana 20 gradusimizda deyilyapti 1920 sekund ketyapti ekan. Davom etsa temperatura koeffitsiyentini aniqlang deyilyapti. Ya'ni nimani? Gammani aniqlang deyilyapti. Temperatura farqi bu bilan buni ayirmasi nechaga teng? 30. 30 ni 10 ga bo'lsa 3 bo'ladi. Ya'ni gammaning 3-darajasi endi necha marta o'zgarganligi kerak? 1920 ni bo'laman 30 ga 64 marta o'zgargan ekan. Nechining 3-darajasi 64. Bo'ldi. 4 ning gammamiz nechaga teng ekan? 4 ga teng. Shuna javob bormi? Bor ekan. Qaysi javob? Da degan javob ekan. Birinchi masalada demak bizga 80 gradus berilyapti. Keyin 50 gradus berilyapti. Kaysin gammamiz nechaga teng ekan? 2 ga teng. Endi farqini topamiz. Bu 30 bo'ladi. 30 ni 10 ga bo'lsa necha bo'ladi? 3 bo'ladi. 2 ning 3-darajasi necha? 8 bo'lar ekan. Sovutilsa deyilyapti. Qaranglar. Temperaturaga qaranglar. 80 dan 50 ga o'zgardi. Temperatura kamaysa, tezligi nima bo'ladi? Kamayadi. Necha marta kamayadi? 8 marta kamayadi. Keyingisi. 25 gradusdan 75 gradusgacha deyilyapti. Mana 75 gradusgacha qizdirilibdi. 25 gradusda tezligimiz necha ekan? 0.25 mol emas bu, molarlik taqsim sekund. Ya'ni tezlikda berilyapti. Molar taqsim sekund deyilyapti. Xo'sh. Keyin nima ma'lumotlar berilgan? Gamma aniq ekan. Mana gammani yozamiz 2 ga teng ekan. Mana shu berilgan ma'lumotdan men nimani topsam bo'ladi? Menga gamma teng T2 minus T1 taqsim 10. Mana shu tezlikni necha? Yo, to'g'ri aytib turibsiz, lekin formulasini so'rasam qotib qoldingizlar. Xo'sh, endi qaranglar, gammamiz mana 2 ga teng ekan. Temperatura aniq mana 25 gradusdan 75 gradusga qizdirilibdi. Farqimiz nechaga teng? 50 bo'lyapti. 50 da 10 ga bo'lsa 5. 2 ning 5-darajasi necha bo'ladi? 25 edi, keyin 75 bo'ldi. Forma oltin qoidani eslanglar. Degan edi mana temperatura ortsa tezlik nima bo'ladi? Ortadi. Mana tepaga qo'yamiz. Agar temperatura olsa, vaqt nima bo'ladi? Kamayadi. Temperatura kamaysa nima bo'ladi? Vaqt kamayadi. Tezlik ham kamayadi. Vaqtimiz esa ortadi. Nimani eslashimiz kerak bu formulani bilishimiz uchun? Albatta, choy qaynatishni bilishimiz kerak. Choy qaynatishni bilmasak, demak biz tezlikda masala ishlamaymiz. Oddiygina gazga choy qaynatishni bilmaysizlar. 32 marta ortgan ekan. Oldin 0.25 edi. 32 marta ortsa nima bo'ladi? Ko'paytiramiz. 32 0.25 ga ko'paytirdik. 8 bo'ladi. Mana 36 minut. 36 minutda tugaversa 4 minutda necha marta o'zgaryapti? 36 minutdan 4 minutga. Ha? 9 minutga gammamiz bor. 3 ning nechinchi darajasi 9 bo'ladi? 2-darajasi. Demak, temperatura farqimiz necha ekan? 10 gradus ekan. 20 bo'lyapti. 20 keldi. Vaqtimiz nima bo'ldi? Qaranglar, vaqt kamaysa, mana kamaysa tezlik nima bo'lyapti? Tezlik ortsa nima bo'lyapti? Temperatura ortadi. Demak, 20 gradusga nima qilishim kerak? Oshirishim kerak. Bo'ldi. Sizlar degan javob. Oddiy mana. 39, 20. Endi qaraymiz. Qancha oshirilsa reaksiya tezliklari nisbati 1 ga 1 bo'ladi deyilyapti. Mana buni gammasi nechaga teng ekan? 2 ga teng ekan. Buni gammamiz 4 ga teng ekan.
Reaksiya tezligi nisbati 1:1 bo'ladi deyilyapti. Xo'sh, endi qarayman. Necha gradusgacha o'zgartirishim kerak? 2 ning 1-chi darajasi, 4 ning 1-chi darajasi desam, tezligimiz nima bo'lar ekan? Reaksiya temperatura qancha oshirilsa, demak oshirishimiz kerak ekan. Agarda farqimiz 10 bo'lib qolsa, bu 2 ning 1-chisi bo'lyapti, 4 ning 1-chisi. 2 ning 1-chisi 2 marta nima degani? Ortadi deganimi? 16 ni 1 ga 2 ga ko'paytirsam necha bo'ladi? 32 bo'ladi tezligimiz va bu tezligimiz necha bo'ladi? 4 dedi, 4 ni 1 ga ko'paytirsam 4. Endi hozirgi holatda nisbati nechaga necha ekan? Reaksiya tezligi nisbati 1:1. Ya'ni bu 8 ga 1 bo'lib qolyapti. Lekin bizga tezligimiz 1:1 nisbat chiqish kerak ekan. Demak, 10 ni olamizmi? To'g'ri javobmikan? Yo'q. Endi 2 deb ko'raman. Gammamiz 2 ga teng bo'lsa, 2 ning ikkinchisi 4, 4 ni 16 ga ko'paytirsam 64 bo'lyapti mana V'imiz. 64. Bu 4 ni ikkinchi 4 yaratib 16. 16 ni 1 ga ko'paytirsam yana 16 bo'lib qolyapti. Nisbatimiz nechaga necha? 4 ga 1 bo'lib qolyapti. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Demak 3 deb olaman endi. 3, buni ham 3 deb olaman. 2 ning 3-chisi 8, 32 ni 8 ga 32 ni 16 ga ko'paytiraman. 8 ni 16 ga. Mana 16 ga, ha. 128 chiqyapti. Bu 4 ning 3-chisi nechaga teng? 64. 64 ni 4 ga ko'paytiraman. 250 1 ga ko'paytirsak 64 ni o'zi nisbati 2 ga 1. Bu ham to'g'ri kelmas ekan. Xo'sh, endi necha deb olaman? 4 deb olaman. Bunimiz 4 bo'ladi. Endi 2 ning 4-chi darajasi nechaga teng? 16 mi? 16. 16 ni 16 ga 256 bo'lyapti. Bunimiz necha? 4 kara 4. Bu ham 256 ni 1 ga ko'paytirsak 1 ga 1. Demak, necha gradusga ko'paytirishim kerak? 40 gradusga oshirishim kerak ekan. Qancha gradusga oshirilsa, demak 40 gradusga oshirishimiz kerak. Bir degan javob bo'ldi. Keyingisi, bo'ldimi? Bundan qolmadi. X plus 3y 2 z. Reaksiya bo'yicha 2 litr idishga deyilyapti. Hajm bor ekan, men yozib qo'yaman. Hajmimiz 2 litr ekan. Idishga 6 mol x. Mana qaranglar, 6 mol. X'imiz bor. Birdan malyarligini topib ketaydi. 6 ni bo'laman hajmga. 2 ga bo'lsa necha bo'ladi? 3. Faqat tezlikni toping deyilyapti. V to'g'ri reaksiyani topamizda. K1 ko'paytirilgan A moddaning achasi, B moddaning B-chasi degan formulamiz bor edi. Ana shunga qo'yamiz. K ning qiymati nechaga teng ekan? 0.02 ko'paytiraman. Mana bu 3 ekan. 3imizning birinchisi ko'paytirilgan bu 2 ekan. 2 ning 3-chisi. Mana shu bajaranglar. 2 kere 2 4, 8, 8 ni 3 ga ko'paytirsam 24 ni 0.02 ga ko'paytirsak 0.48 chiqyaptimi? Bo'ldi. Qaysi javob ekan? S degan javob bo'ladi. Necha? 6. 10 moldan mol taqsim litrdan nechaga o'zgardi? 6 mol taqsim litrga. Bu x moddamiz ekan. Endi bu x moddamiz. Y moddamizga yozib olaman. 10 mol edi darslar. Shundan qancha qoldi? 2 mol qoldi. Z-imiz esa bu mahsulot deganda adashmasam qaraymiz hozir. Qaysi javoblar to'g'ri bo'lishini tekshirib ko'ramiz. Mana bu 0. Hali reaksiya kirishmasidan oldin 0 bo'lgan va undan keyin 6 mol hosil bo'ldi degan. Endi buni sizlar qo'rqmasdan javobdan ketaveringizlar, aylaninglar. Javobdan ketsak bo'ladi. Xo'sh. Masalan, men bir javobni olib ko'ray. Bir javobda. Bir javobda nima ko'rinish berilyapti? 2 x plus 4 y'imiz teng ekan 3 z ga teng bo'lar ekan. Ana endi qaranglar. Mana bu boshlanishi degan nima bor edi, ha? Bu nima edi? Uchburchagimiz delta nima? Bu sarflangan to'ppa-to'g'ri. Keyin mana bu q nima edi? Qoldiq edi. Boshlang'ichda endi hali bilmayman, lekin mana z moddani men oldin qaranglar 0 bo'lgan. Boshlang'ich keyin necha bo'lib qolgan? 6 bo'lib qolgan. Mana bunda 6 hosil bo'lgan ekan. Endi hammasini sarflanganini topsam bo'ladimi?
Ha? Bo'ladimi? Sarflanishini biz nimaga qarab proporsiya qilamiz? Moliga qarab. To'g'ri, men bu yerda koeffitsiyentlarga qarab proporsiya qilaman. 6 ni 4 ga ko'paytirib 3 ga bo'lsa necha bo'ladi? 8 bo'ladimi? Mana y-imizdan 8 sarflanib ketgan ekan. 8 ni 2 ga ko'paytirib 4 ga bo'laman. 4 sarflanib ketgan ekan. Endi qaranglar. Dastlab mana bundan 10 olingan edi, qaranglarchi 6 ortib qolarmikan? 10 bo'lsa, 10 dan 4 ayiraylar, 6 ortib qolyapti. Bundan dastlab 10 edi, qaraymiz 2 ortib qoladimi yo'qmi tekshiramiz. 10 dan 8 ayirsak 2. Demak, qancha bo'ladi? Yo'q bo'ladi. 5 degan qiyin emas bu. 8. Любой bitta organik modda yonsa, karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Shuni esdan chiqarmanglar. Demak, metanimizning tarkibida vodorodimiz nechta bor ekan? 4 ta bor ekan. 2 dan 2 ga qo'shsak 4. Demak, mana uni nechta qo'yamiz? 2 ni qo'yamiz. Reaksiyamiz teng bo'ldi. Nushirjon. Bundan 4 gram. Mana metanimizning massasi 16 ekan. Endi suvning hosil bo'lish tezligini toping deyilyapti. Qaranglar, o'lchov birligiga qaranglar, mol taqsim sekundda toping deyapti. Demak, suvimizni nimasi kerak menga? Moli kerak bo'ladi. Bundan 2 mol bo'lsa, bunimiz qancha bo'ladi? 2 ni 6 ga ko'paytirib 16 ga bo'laman. Minusdan demak, 0.8 bo'ladi. Demak, va tezlikni topmoqchi bo'lsak, 0.8 da ketgan vaqtga bo'laman. Sekundda toping deyapti-ku, 40 ga bo'laman. 40 ga bo'lsak necha bo'ladi? 0.02 ekan. Qaysi javob? B degan javob bo'lar ekan. x2 plus y2 teng bo'lyapti x y2. Bizligini topishimiz uchun formulamiz nima edi? Eslatib oling, esimdan chiqib ketdi. Qanchasi shunaqa emasmi bu? Mana shunaqacha. Va to'g'ri reaksiya tezligi K ko'paytirilgan A moddamizning A-chasi ko'paytirilgan B moddaning B-chasi. A degani A moddamizda konsentratsiyasini olishimiz kerak. Ya'ni mol taqsim litrda, yana molni olib qo'ymanglar. Konsentratsiyani olishimiz kerak. Xo'sh, endi mana shu formulaga qo'yamiz. Mana bu umuman bo'lmagan formula. Buni nima qilmanglar. Xo'sh, endi qaraymiz. Bizga modda miqdorimiz x tikini berilyapti, 2 mol berilyapti. Demak, uni nimaga aylantiraman? Konsentratsiyaga aylantirsam, hajmga bo'laman. Mana hajmda men x litr deb oldim. Mana hajmga bo'lyapman. Endi shuni shuning birinchi darajasi bo'lyapti. Ko'paytiraman. Endi y-imiz bor. Y-imizdan 4 mol ekan. 4 ni bo'laman x ga va shuning kvadrati bo'lyapti. Ko'paytiraman. K ning qiymati 0.01 ekan. Teng ekan. Tezligimiz aniq nechaga? 256 ga teng bo'lar. Endi mana buni yozaman. 2 taqsim x ko'paytirilgan. Endi qaranglar. Mana buni qavsda ochib qo'ymoqchi bo'lsak, 4 kara 4. 16 taqsim x kvadrat. Teng ekan. Endi bu yerda bo'lib o'tadi-da. Bu ishimizni har bittasini alohida ko'paytirsak, ishimiz ko'p bo'lib ketadi. Kamaytirishimiz uchun birdan 256 0.01 ga bo'lsak 256 bo'lyapti. 256. Endi qaranglar, bu bilan bu kasrlarni bir-biriga ko'paytirishda surati bilan surati, mahraji bilan mahraji ko'paytiriladi. Bu to'g'ri mana 32 ga taqsim x ning kubi bo'lyapti. Teng bo'lyapti 256. Taqsim nima qilaman? Qisqartiringlar-da, 256 ni 32 ga bo'linglar. 256 teng bo'lyapti. Mayli. X kub teng bo'lyapti 32 ga. X kub 0.125 bo'lyapti. X ning qiymati nechaga teng bo'lyapti? Mana bu 0.5 bo'lyapti. Bu qaysi javob bu? Mana A degan javob ekan. Bu javob chiqdi. Shu birlarda yo'q, qani qiymatini topsak bo'ladi. Mana bo'ldi, reaksiyamiz teng ekan. Bizga aytilyapti, x-imiz 0.2 ekan. 0.2 ning birinchi darajasi ko'paytirilgan. 0.3 ning 3-darajasi ko'paytirilgan. Qani qiymatini bilmayman. Lekin tezligimiz aniq 5.4 10 darajasi -2 ekan. Mana topib K ning qiymati chiqdi? 50 chiqdi. Tenglamani ishladik. K ning qiymati 50 ga teng bo'ldi.
Xo'sh, endi, ha? Bo'ldimi? Ana. Qolganini ikkinchi leksiyaga qo'yasiz. 0.01 ning birinchi darajasi bo'ladi, ko'paytiraman. 0.2 ning 3-darajasi bo'ladi, ko'paytiraman 50 ga. Men xato qildim. Mana bu 3 -3 deb olib ketdim. Bo'ldi, kelishdik. Siz elitsiz so'z. 2 ga e'tiborli bo'linglar. Bu bilashdi bunlar bor. 50 gradusda reaksiya bor ekan. Yo, bunday qilib birinchi temperatura ortib boshi yozadi. Eng kichkina gradusimiz necha ekan? 20 ekan. Keyin 40, 50, 60 deymiz. Hay. 50 gradus reaksiyasi, 40 gradus reaksiyaga qaraganda x sekund oldin deyiladi. Mana bu x sekund oldin ekan. Necha bo'ladi? X sekund oldin. Ha, x desak, oldin bo'lgandan keyin x - 2 bo'ladi-da. Oldinroq keldi-da. 50 gradus 40 gradusga qaraganda x sekund oldin ekan. Masalan, mana 4 desa, bu oldin bo'lsa, bu necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Bunimizga qancha ketadi? 1 bo'lib qolgan. Xo'sh, endi bizga bergan ma'lumotlardan mana ikkita ma'lumotdan men nimani topsam bo'ladi? Gammani topsak bo'ladi. Gammani topmoqchi bo'lsak, qani necha marta o'zgardi? 4 ni 2 ga bo'laman? 2 bo'lyapti. Lekin mana farqimiz nechaga teng? 1 ga teng bo'ladi. 10 ni 10 ga bo'lamiz, keyin 1 bo'ladi-da. Shunimiz 2 marta farq bo'lish kerak. Demak, gammaning qiymati 2 ga teng ekan. Endi qaranglar. Yo 40 dan 50 dan 20 ga o'tkazaman yoki 40 dan 20 ga o'tkazaman. Qaysi birini ketaman? 40 dan 20 ga o'tkazaylik. Endi gammamiz aniq ekan. Qani necha marta o'zgaryapti? 40 dan 20 ni ayirsam 20, 20 ni 10 ga bo'lsam 2 bo'lyapti. Demak, 2 ning ikkinchi darajasi 4 marta nima bo'lyapti ekan? Vaqtimiz ko'p bo'lib ketyapti. Dastlabki vaqtimiz 4 bo'lsa, 20 ga o'tgandan keyin 4 ni 4 ga ko'paytirsam necha bo'ladi? 16 mi? Shunaqa javob bormi? Bor ekan. 4 ni ko'paytiramiz 4 ga 16 sekund vaqt ketar ekan. Endi 7 Endi 7 ga qaraymiz. 7 2. Yo, 7 ga qaranglar. Moddalarning konsentratsiyasi 3 marta kamayapti deyapti, 2 marta, 5 marta kamayapti deyapti. Demak, ana shularga 3, 2, 5 ga bo'linadigan son necha? 30 desak bo'ladimi? 30 desak bo'ladi. Qaranglar, dastlabki konsentratsiyani men 30 mol taqsim litr deyman. 30 edi. Qaranglar endi o'qiymiz shartini. A moldan 3 marta kamayishi, 30 dan 3 marta kamaytiringlar, necha bo'ladi? Ha? 10 bo'ladi. Mana 10 bo'lib qoldi. Farqimiz nechaga teng bo'lyapti? 20 bo'lish uchun 3 marta kamayish, 2 marta kamayishga nisbatan 10 sekund ko'p vaqt ketadi. Hozircha bunga x desam, 2 marta kamayishini 2 martami? Ha. 2 marta kamayishiga x sekund vaqt ketsa, bunga qancha qo'shilar ekan? X ga qo'shaman 10 da. Endi 30 edi. 2 marta kamaysa necha bo'ladi? 15 bo'ladi. 15 farqimiz nechaga teng? 15 bo'lish uchun x sekund vaqt ketibdi. Demak, farqlar aro proporsiya tuzaman. Qani necha sekund vaqt ketgan? X ni 20 ga ko'paytirsam 20x teng 15 ni x ga ko'paytirsam 15x plus 15 ni 10 ga ko'paytirsam 150. Bu yoqqa o'tadi 5x teng bo'lyapti 150 ga. X ning qiymati 30 ga teng bo'ldi. Demak, 30 sekund vaqt ketar ekan mana bu 2 marta kamayishi uchun. Endi aytilyapti A modda qancha 5 marta kamayishi uchun esa qancha vaqt ketadi deyapti. Endi qaranglar. 30 edi. Shuni 5 marta kamaytirsa necha bo'ladi? 6. Farqimiz necha? 24 bo'lgani uchun men bilmayman qanchadir vaqt ketadi. Lekin mana bu 15 farq bo'lganda qancha ketdi? 30 ketdi. Mana 30 ni 24 ga ko'paytirib 15 ga bo'laman. 16 48 bo'ldi. Bu degan javob. Tushundingmi? Gradus bor ekan, yozib olaman. 10 gradus. 10 gradus. 3 ga 5 ga 9 ga bo'linadigan son. 45 mi? 3 ga 9 ga 5 ga bo'linadigan son. 45. Demak, 45 edi konsentratsiya deb olaman. Mana 45 edi deb olaman.
Endi ana shu 3 marta kamayishi uchun qancha bo'lib qoladi? 3 marta kamaytirsan? 15 mi? Demak 15 bo'lib qoldi. Farqimiz qancha bo'ldi? 30 bo'ldi. Endi shu bo'lish uchun qancha vaqt ketdi? Ha? Yo'q-da, 30 sekund ketdi deyiladi. Mana, mana bu yozaman, 30 sekund. Ana shu berilgan ma'lumotdan tezlikni topsam bo'ladi. Qaranglar, mana bu yerga mana vaqtni mana taun deyman. Bu yerga yozadiganimizni tezlik yozaman. Bu yerda mana bu dastlabki konsentratsiyamiz, mana bu delta konsentratsiya, bu keyingi S1 deyman. Buni S2 deb olamizmi? O'zi S1 bo'ladi. Bu S1, bu S2 bo'ladi konsentratsiyalar. Endi shundan tezlikni topmoqchi bo'lsam nima ish bajaraman? 30 ni 30 ga bo'lib yuboraman. Ya'ni tezligimiz nechta bo'ladi? 1 bo'lyapti. Endi keyingi gradusga qarayman. 30 gradus 5 marta kamayish uchun deyilyapti. 45 edi, 5 marta kamaytirsa 9 bo'lyapti. Farqimiz qancha bo'lyapti? 36 bo'lyapti. 36 uchun qancha sekund vaqt ketyapti? 9 sekundmi? Mana bu yerga yozamiz. Mana taunimiz 9 sekund degan. Endi tezlikni topmoqchi bo'lsam nima qilaman? 36 ni nechaga bo'laman? 9 ga bo'laman. 4 degan tezligimiz. Endi keyingi 0 gradus berilyapti ekan. 0 gradus. Da yana 45 edi. Necha marta kamaydi? 9 marta kamaydi. Necha bo'lyapti? 5 bo'lib qoldi. 45 dan 5 ayirsa necha bo'ladi? 40. Demak farqimiz 40 bo'lyapti. 40 bo'lsa, bunga qancha sekund vaqt ketyapti? Qancha vaqt sekund ketadi deylar. Bu noma'lum ekan, eng qizig'i. Vaqtni topib deyapti. Mana shundan mana bu uchun endi tezlikni topib olsam bo'ladimi? Yo'q. Ha? To'ppa-to'g'ri yashaganlarni gammani topishimiz kerak. Gammani topish uchun bizga nima ma'lumotlar berildi va biz nimani topdik? Bizga gradus berilgan. Ha? Gradus berilgan, mana. Vaqt berilgan. Qani vaqt? Vaqt berilgan. Qaranglar, agarda bizga tezlik berilmasdan vaqt berilsa, vaqtlar o'rtasida farqni necha marta o'zgarganligini topib olishimiz kerak. Agar bizga mana vaqt ham bor, tezlik ham bor, tezlik bo'lgan paytda biz tezliklar aro necha marta o'zgarganligini topishimiz kerak edi. Mana gamma edi, temperatura 2 minus temperatura 1 taqsim 10. Mana shuni aytib nima bo'ldi? Tillarim jingalak bo'lib oqib qoldi, galstuk bo'lib aylanay. Buni esdan chiqarmanglar shu formulani. Ya'ni endi qaranglar, oldin 1 edi, keyin 4 bo'ldi. 4 marta ortdi tezligimiz, to'g'rimi? Endi mana bu gammamiz nechaga teng ekan? Mana bu hisoblaganda 4 edi. 4 marta. Endi gammani bilmayman, hali noma'lum. Lekin temperatura farqi nechaga teng? 20 bilan bu. 20 ni 10 ga bo'lsak 2 bo'ladi. Nechining ikkinchi darajasi 4 ga teng. Demak gammamiz nechaga teng ekan? 2 ga teng bo'lar ekan. Ana shu ma'lumotni, ha, to'xtab. 20 dan 10 ni ayirsa 1 qoladi. Qani 10? 30 gamma 1. Bu 2 emas, aylanib bu meni 3im bu. Mana 3. Endi 2 marta mana gammamizni topdik. Endi qaranglar, 30 dan 0 gradusga o'zgardi. Tezlik nima bo'ladi? Kamayadi. Necha marta kamayganini topa olaman. Demak, 2 ning nechinchi darajasi bo'lyapti? 3-darajasi. 8 marta kamayish sodir bo'lgan ekan. Oldingi tezligimiz 4 edi. 8 marta kamaysa necha bo'ladi? 2 marta kamayadi. 4 taqsim 8 bo'ladi. 0.5 bo'lib qolyapti. Mana tezlikni topdim, eng qizig'i. 0.5 ekan. 0.5 ekan. Endi vaqtni topsam bo'ladimi? Vaqtni topmoqchi bo'lsa, mana bizga delta konsentratsiya aniq. Qaranglar, mana formula qo'yaman. Tezlikni topmoqchi bo'lsak, delta konsentratsiya taqsim nima edi? Taun edi. Bizga tezlik aniq. Delta konsentratsiya aniq, faqat vaqt noma'lum ekan. Demak, tezligimiz nechaga teng ekan? Mana 0.5 ga teng ekan. Delta konsentratsiyamiz mana 40 ga teng ekan. Vaqtimiz esa noma'lum. Noma'lum. Buni bunga ko'paytiraman. 0.5 x teng bo'lyapti 40 ga. X ning qiymati 80 ga. 80 sekund vaqt ketar ekan. Tushunarli bormi? 6/1 50 gradusdagi reaksiyasi 40 60 30 gradus berib ketyaptimi? Bunday qilamiz, hay. 60 deyman.
50 50 deyman. 40 ekan. Keyin 40 gradusdagi reaksiyaga qaraganda 2 sekund oldin deyilyapti. 40 reaksiyaga qaraganda 2 sekund oldin ekan. Demak, mana uni x desam x minus 2 bo'ladi. Ha? X minus 2 bo'ladi. Ha, oldin. Masalan, mana buni 4 mi necha desak bo'ladi? 60 ta bo'lsa, Mana buni 4 desam, 2 sekund oldin ketsa bunga qancha bo'ladi? 2 bo'ladi. Bunga 1 sekund ketadi. Demak, 1 sekund keyin deyilyapti-ku, 60 gradusda 1 sekund keyin bunga qaraganda. Xo'sh, ana endi shu ma'lumotdan foydalanib men gammani topa olaman. Gammani topmoqchi bo'lsak, 4 ni 2 ga bo'laman. 2 bo'layapti, 2 marta o'zgarish sodir bo'layapti. Gammamiz hozircha bilmayman, x deyman. Lekin temperatura o'zgarishi x ning birinchi darajasi nechaga teng ekan? 2 ga teng ekan. Demak, gamma 2 ekan. Endi qaranglar, ushbu 40 gradusimizga 4 sekund ketgan, 50 gradus uchun 2 sekund ketgan. Ya'ni 2 sekund nima deyilyapti? Kamroqmi? 2 sekund oldin. Demak, bu 1 sekund ketgan. Endi gammani topib oldik. Gammamiz nechaga teng bo'ldi? 2 ga teng bo'ldi. 2 ga teng ekanini qayerdan topdim? 4 ni bo'ldim 2 ga, 2 bo'ldi. X ning, ya'ni 50 dan 40 ta ayirdim, 1 bo'ldi. 10 bo'ladi. 10 ni 10 ga bo'lsam, birinchi darajasi bo'ldi. Demak, bundan xulosa chiqaraman. Gammamiz necha ekan? 2 ekan. Endi qaranglar. 40 gradusdan 30 gradusga o'zgarganligini ko'raman. Gammamiz aniq ekan. 2 ekan. 2 ning nechinchi darajasi bo'ladi? Birinchi darajasi. Demak, 2 marta nima bo'lar ekan vaqt? Ortar ekan. Oldin 4 edi, 2 marta ortsa necha bo'lib qoladi? 8 bo'lib qoladi. Qaysi javob ekan? A degan javob. Boshlamasdan turib tugatishni o'ylama degan meni buyuk ota-bobolarimiz. Ha? Hali boshlanmagan bu. 7/1. A modda konsentratsiyasi 4 marta kamayishida 2 marta kamayishiga nisbatan 5 sekund ko'p vaqt ketsa, xuddi shuncha A modda konsentratsiyasi 5 marta kamayishi uchun qancha sekund vaqt kerak bo'ladi deyilyapti. Uning uchun qaranglar, o'zlaringizdan qiymat olinglar. Ya'ni 4 marta uchun, 2 marta uchun bo'linishga qulay bo'lgan son necha bo'ladi? 8, ha? 8. Masalan, A moddamizning konsentratsiyasi 8 edi. Mana 4 marta kamaydi. Necha bo'lib qoladi? 2 bo'lib qoladi. Farqimiz necha? 6. Demak, 6 ketyapti ekan. 6. A modda 4 marta kamayishida 2 marta kamayishiga nisbatan 5 sekund ko'p vaqt ketgan. Demak, 2 marta kamayishiga ketgan vaqti x desam, mana buning uchun x plus necha bo'ladi? 5 sekund bo'ladi, to'g'ri. Endi 8 edi, 2 marta kamaydi. Necha bo'lib qoladi? 4 bo'lib qoladi. Farqimiz necha bo'ladi? 4. 4 marta kamayishi uchun x dedim. Buni bunga ko'paytiraman endi. Farqlar o'rtasida proporsiya tuzaman. X ni 6 ga ko'paytiraman. 6x teng. Buni bunga ko'paytiraman. 4x plus buni bunga ko'paytirsak 20. 2x teng bo'lyapti. 20 x ning. Demak, mana 10 sekund ketar ekan. Mana buning uchun 10 sekund. Buning uchun 15 sekund ketar ekan. Endi masala sharti aytilyapti. A modda konsentratsiya 5 marta kamayish uchun deyilyapti. 5 marta 8 ni 5 ga bo'linglar. 1.6. Farqimiz qancha? 8 ni 5 ga. 7.6. Ha? 6.4. Mana masala sharti aytayapti-ku, 5 marta kamayishi uchun. O'zi 8 oldim konsentratsiyani. 5 marta kamayishi uchun 6/4 ketyapti. 6/4 uchun qandaydir vaqt ketyapti, bilmayman. Lekin 4 kamayishi uchun 10 ketgan edimi? 4 kamayishi uchun 10 ketgan bo'lsa, 6/4 uchun qancha bo'ladi? Topinglar. 64 ta 4 ga bo'linglar, 16 mi? Bormi shunaqa javob? Bu ana, zo'rmasa lekin. 16. A degan javob. 3 ga ham bo'linadigan son necha? 6 mi? Demak, 6 deb olaman. Mana 6 edi. Xo'sh, 2 marta kamayishi uchun, ya'ni mol taqsim litr deyman. 6 milliardli 2 marta kamaydi. Necha bo'lib qoladi?
3 bo'lib qoladi. Farqimiz qancha ekan? 3. Ana shu uchun kamayish uchun 30 sekund vaqt ketibdi mana. 30 sekund. Xo'sh, buni topdim. 40 gradusda deyilyapti. 40 gradusda 6 molarliydi. 3 marta kamayishi uchun 6 ni 3 ga bo'lsam 2. Farqimiz 4 ketishi uchun qancha ketyapti vaqt? 10 sekund ketyapti. 10 sekund. Endi mana shu ma'lumotlardan men nimani topsam bo'ladi endi? To'pa-to'g'ri, ana bitta topdi. Gammani qanday topamiz? Ungacha biz tezlikni topishimiz kerak. Qani tezligimiz qancha bo'ladi? O'zi 3 molarligimiz sarf bo'lib ketgan ekan, 30 sekund ketgan ekan. Qancha tezligimiz bo'ldi? 3 ni bo'laman 30 ga 0.1 bo'ladi. Endi buni tezligini topib olaman va 4 ni bo'laman 10 ga 0.4. Endi ana shundan men necha marta o'zgarganligini topib olsak bo'lar-ekanda. Ya'ni marta 0.4 ni bo'laman 0.1 ga 4 marta o'zgarish sodir bo'libdi. Endi gammani bilmayman. Gammani x deyman. Temperatura farqimiz nechaga teng? 2 ga 20 bo'ladi. 10 ga bo'lsam 2 bo'ladi. Va shunda necha chiqish kerak ekan? 4 chiqish kerak ekan. Demak, x ning qiymati necha? 2. 2 kere 2 4 ekan. Demak, gammani topdim. Ana endi bizga aytilyapti 5 martada kamayishi uchun deyilyapti. 50 gradus deyman. 50 ga 6 molarliydi. 5 marta kamayishi uchun qancha nima ketadi? Topinglar. 4.8 ekan. Molarli. Endi tezlikni topish formulamiz delta konsentratsiya taqsim taon edi. 4.8 edi. Taon vaqt edi. Men shu uchun x deb oldim. Endi tezlik topib olishim kerak. Tezlikni topib olamiz. Lekin gammamiz aniq-ku bizga 2. Mana gammamiz 2 bo'lsa, mana 40 dan 50 ga o'tdi. Farqimiz nechaga teng bo'ladi? 10. 10 ga bo'lsam 1 marta nima bo'lgan bo'ladi? Reaksiyamiz tezlashgan bo'lar-ekan. 2 marta tezlashgan. O'zi dastlabki tezligimiz 0.4 edi. Keyin tezlashgandan keyin necha bo'lib qoladi? 0. Mana 0.4 edi. Mana 40 dan 50 ga o'tkazdik. Nima bo'ladi? Ortyapti. 0.4 edi. 2 marta ortgandan keyin 0.8 bo'lib qolar ekan. Mana 0.8 ekan. Endi mana shu tenglamani ishlayman. 0.8 x teng bo'lyapti 4.8 ga x ning 6 kere 8 48 bo'ldi. Mana 6 ekan. Mana x deb vaqt deb oluvdikmi? Birdan 10 gradusda modda konsentratsiyasi 3 marta kamayishi uchun 30 sekund ketadi. 30 gradus 5 marta 3 bilan 5 ga bo'linadigan son 15 deyman. Masalan 15 edi. 3 marta kamaydi. Necha bo'lib qoladi? 5. Farqimiz qancha? 10 ekan. 10 bo'lishi uchun 30 sekund ketyapti ekan. Mana 30 sekund. Xo'sh, endi davom etaman. 30 gradusimizda 30 ga 5 marta kamayishi uchun deyilyapti. 15 ni 5 ga bo'lsam 3 bo'lib qoladi. Farqimiz 12 kamayishi uchun qancha ketyapti? 9 sekund vaqt ketgan. 9 sekund. Endi ana shularni shu holatdagi tezliklarni topib olaman. Mayli, mana bu yerga yozaman tezliklarni endi. Endi 10 da bo'laman. 10 da bo'laman 30 ga 0.3. 0.3 bo'ladimi yoki 0.333 mi? Yo'q, 0.333 bo'ladi. Albatta mana. Keyin 12 ni 9 ga bo'laman. 1.333. Endi ana shu yerda necha marta o'zgarganligini topib olaman. Zachем 4 bo'ladi, aylanay. 1.333 ni bo'laman 0.333 ga. 4 debman-ku, 4. Endi qaranglar, mana oldin 30 edi, 10 bo'ldi yoki 10 edi, 30 ga ko'tarildi. Qancha farqimiz? 20 mi? Demak, x ning ikkinchi darajasi necha ekan? 4 ekan. X'imiz necha ekan? 2 ekan. 2 degan temperatura farqi 20 gradus ekan. Buni tushundingizmi? Mana x ning ikkinchi darajasi 4 bo'lyapti. Ya'ni tezliklar qani necha marta o'zgardi? Ya'ni gammaning kvadrati 4 chiqish kerak ekan. Gammamiz 2 bo'ldi. Xo'sh, uni ham topib oldim. Endi bizga deyilyapti, qandaydir gradusimizda, mana x gradusimizda
9 marta kamayish uchun oldin 15 edi. 15 ni 9 ga bo'linglar. 3 1.66 ekan. Farqimiz nechaga teng bo'ladi? 13.33 mi? Ha bo'ldi. 13.3333. 13.333 ni bo'lman 4 ham bor. Xo'sh, bo'laman 80 sekundga. Bo'ladi 80 ga. 0.16 66 Ha bo'ldi, ana shu ekan. Endi qaranglar. Yo 30 gradusdan ketamiz, yo 10 gradusdan. Qaysi biri? 30 dan ketamiz. 30 dan ketish uchun tezligimiz qancha ekan? 1.33 ekan. Endi 1.33 ni bo'laman 0.16 ga, ya'ni mana bu qandaydir x gradusda-ku gradusni topishim kerak. 0.16666 8 marta o'zgarish sodir bo'lyapti. Hay 8 da o'zi ekan. Mana 8 chiqdi. Demak, ikkimizning x-chi darajasi 8 chiqish kerak ekan. Demak, x qiymati 3 ekan. Temperatura farqimiz 30 ga teng ekan. 30 ga teng ekan. Ha, endi qaranglar, tezlik nima bo'lyapti? 30 gradusdan noma'lum gradusga o'tganda oldin 1.33 edi, 0.16 bo'lib qoldi. Nima bo'ldi tezlik? Ortdimi, kamaydimi? Ha? Tezlik nima bo'ldi? Qanday ortyapti? Kamayapti-ku. 1.3 kattami, 0.16 kattami? Kamayapti. Endi qaranglar. Tezlik kamaysa, temperatura nima bo'ladi? Kamayadi. -20 bo'ladi. Ha. Mana formula yozaman. Temperatura ortsa, tezlik ortadi. Temperatura kamaysa, tezlik kamayadi. Mana bu yerda tezligimiz nima bo'ldi? Kamay sodir bo'ldimi mana? Tezlik nima bo'ladi? Kamayadi. Dastlabki tezlikni men nechaga nisbatan oldim? 30 ga edi. Farqimiz necha ekan? 30 ga kamaysa necha bo'lib qoladi? 0 bo'lib qolgan. Bormi shuncha? Mana a degan javob. Bu 0.8 ekan. 2 marta kamaysa necha bo'lib qoladi? 0.4 bo'lib qoladi. Farqimiz necha bo'ladi? 0.4. 0.4 ni bo'lishim kerak ekan qandaydir taunga va o'shanda tezligimiz necha chiqish kerak ekan? 4 chiqish kerak ekan. Endi 4 mana 4 ta taun teng bo'lyapti 0.4 ga. Taunning qiymati 0.4 taqsim 4. 0.1. Endi mana bu yerda tezlik nimada berilgan? Minutdami? Mana bu minutda keldi. Endi masala shartida nimada so'rayapti? 3.2 milliarddan necha bo'lib qoldi? 0.5 bo'lib qoldi. Farqimiz qancha bo'lyapti? 3.2 dan 0.5 da ayringlar. 2.7. Endi qaranglar, mana buni 2.7 si ketgan bo'lsa, B moddanikini so'rayaptimi? Hosil bo'lish tezligini 3 bo'lsa, bundan 2 hosil bo'lgan. Bunimiz qancha bo'ladi? 2.7 ni 2 ga ko'paytirib 3 ga bo'linglar. Demak 1.8 ekan. Demak, ana shundan men tezlikni topib olaman. 3 minut bor ekan. Sekundda toping deyapti. 3 ni sekundga aylantiringlar. 180. Tezlikni topmoqchi bo'lsak, 1.8 ni bo'laman 180 ga necha bo'ladi? 0.01 bo'ladi. Shuncha javob bormi? Ya'ni 10 usti minus 3 ga to'g'ri kelgan. To'g'ri proporsion. Mana vodorod. Endi reaksiyaning o'rtacha tezligi shunga teng. 4 minut boshlang'ich sarflangan Q deyman. Q nima edi? Qoldiq. Qoldi emas, qoldiq. Boshlang'ich sarflanish qoldiq. Boshlanishimizni bilmayman, qanchadir bor, lekin qoldig'imiz mana bu necha ekan? 2 milliardli ekan. Endi bizga tezlik berilyapti. Tezligimiz 0.025. Mana V'imiz tezligimiz 0.025 mol taqsim litr ko'paytirilgan sekund ekan. 4 minutda sekundga aylantiringlar. Taun aniq. 240 sekund bo'lyapti. Shundan delta s ni topmoqchi bo'lsam nima qilaman? Bir-biriga ko'paytiraman. 0.025 ni ko'paytiraman 240 ga necha bo'ladi? 6 ta sarflanib ketgan ekan. Demak, deltani bu yerga qo'yaman. 6 ekan. Boshlang'ichini toping deyapti. Nima qilaman?
Qo'shaman. Bu 8 bo'lar ekan. Shuna javob bormi? Bor ekan. S ekan aylanaylar. Davom. 16 yu 1. x2 plus y2 x y2 ekan. Tenglashtiraman. Teng emas-ku. Men bu yerga oldiga 2 ni qo'ysam, buni oldiga 2 ni qo'yaman. Endi teng bo'ldi. Reaksiyada 2x2 gazining saflanish tezligi deyilyapti shuncha. Sekundda berilyapti, lekin vaqtimiz soatda. 1 soatimiz 60 minut. 60 minut. 60 minutimiz necha sekund? 6 kare 6? 360. 3600 sekund bo'lyapti. Endi 1 soatda qancha mol x2 hosil bo'ladi deyilyapti. Bu qaysi x-nikini aytilyapti ekan. Bo'ldi. Endi biz shundan delta nimani molni topaman. Delta molni topmoqchi bo'lsam, tezligimiz bor bizga. Tezlik 2,5 10 darajasi minus 4 mol taqsim sekund ekan. Shunda topmoqchi bo'lsak, 2,5 da ko'paytiraman 3600 ga, ya'ni 10 darajasi minus 4 da ko'paytiraman 9000 bo'lmaydi. 9 bo'ladi. 0.9 mi? Mana 0.9 ekan molimiz. Endi qarang, mana buni hosil bo'lishini toping deyilyapti. Bu bitta bo'lganda bundan nechta hosil bo'lyapti? Ikkita. Mana u 0.9 bo'lsa, bunimiz qancha? Bormi shunga javob? D ekan. 1600 sekund berilyapti. 17/1. Demak, men 3.6 ni bo'laman 3600 ga tezlikni topyapman. 0.001 ekan. Endi qaranglar. Mana bu reaksiyani yozib olinglar endi. x2 plus y2 teng x y dan 2 ta bor ekan. Tenglashtiraman. 2 ni qo'yaman, buni 2 ni qo'yaman. Endi reaksiyada hosil bo'lsa deylar. Mana bundan hosil bo'ldi. Tezligimiz mana shunaqa tezlik ekan. Ya'ni 0.001 ekan. 2 ta bo'lganda x'imiz qancha tezlikka ega bo'ladi? Bitta bo'lsa, bunimiz qancha? Buni bunga ko'paytirib bunga bo'laman. 0.005 10 darajasi mana bu da 5 10 darajasi minus 4 chiqadi. Qaysi javob ekan? A degan javob ekan. Cho'paytdan beri bo'ldi. Qayimiz nima edi? Qoldiq edi, to'g'rimi? X moli dastlabki konsentratsiya 4 ekan. Mana bu 4 ekan. O'rtacha tezligi shuncha bo'lsa, necha sekunddan keyin modda konsentratsiyasi tenglashadi deyilyapti. Tenglashadi. Qaranglar, sarflanganini bu yerda A deb olaylik, sarflanish miqdorini. Bu yerda 2 koeffitsient turgani uchun 2A sarflanyapti. Bundan qancha hosil bo'ladi? 3A hosil bo'lyapti. Endi nimaga? Mana 2A ni 3 ga ko'paytirib 2 ga bo'lyapman. Tushundikmi? Tushunardimi? Qarayapsiz ha? Endi sarflanganda o'qinglar oxirida. Necha sekunddan keyin moddalar konsentratsiyasi tenglashadi deyilyapti. Mana bu x moddaning ortib qolgan miqdori bilan mana 3 ta y ni hosil bo'lgan miqdori nima bo'lar ekan? Teng bo'lib qolar ekan. 4 minus 2a teng bo'lar ekan nechiga? 3a ga. Bu yoqqa o'tgandan keyin nima bo'ldi? Plus bo'ldi. 5a teng bo'lyapti 4 ga. A ning qiymati 4 taqsim 5 ekan. 0.8 mi? Bo'ldi, 0.8 ekan. Endi bizdan nimani so'rayapti? X moddaning dastlabki konsentratsiyasi so'rayapti. 18 necha edi? 1 edimi? Uzr. Necha sekunddan keyin modda konsentratsiyasi tenglashadi? Sekunddan keyin deyilyapti. Va tezligimiz 0.05 bo'ladi. Demak, x ning qiymatimiz necha bo'lar ekan? Taonimiz 16. Demak, 16 bo'lgan S ekanda. Demak, ikkitasiga nisbatan olmaykanmiz bu yerda agar. Chunki x'imiz o'zi bittasi chiqyapti-ku. Shunga nisbatan mana buni qiymati 1 deb oldik. Buni qiymati necha deb oldik? 2 deb oldik. O'zlaring kulganlaring bilinmaydi. Demak, ko'paytiramiz endi. B dan 1 mol olingan. 1 ning nechinchi darajasi? 2-chi darajasi. Bu nechaga teng bu? Nimaga? Ha, 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu o'sha narsamiz R ga teng ekan. Mana R ga teng ekan. Endi 1 litr hajmda idishda 1 mol A moddamiz bor ekan. 1 litr hajmli idishda 1 mol A moddamiz
birinchi darajasi ko'paytirilgan 2 mol B moddamiz. 2 ning ikkinchi darajasi bo'lyapti. 2 ga 4, 4 ni 1 ga ko'paytirsam yana 4. 4 bo'lyapti. Yana 4 R bo'lyapti. Haqiqatda mana bu bittasi R edi, bunisi 4 ta R bo'lagan. 4 ta R. Aha. Endi bunisiga qaraymiz. 1 litr hajmida 2 mol A moddamiz bor edi. 2 ning birinchisi ko'paytirilgan nechinchisi? 1 ning ikkinchisi 2 bo'lar ekan. Bu 2R bo'lar ekan. Qaysi javob to'g'ri bo'lar ekan? Mana shu javoblar qanoatlantiryapti. B degan javob bo'lar ekan. Reaksiyani yozib olamiz birinchi. Mana bu metil spirti ekan, esdan chiqarmanglar. Shu 2 ta ekan. 3 ta kislorodimiz bor ekan va 2 ta karbonat angidridimiz bor ekan va 4 ta nimamiz bor ekan? Suvimiz bor ekan. Reaksiya kislorod hajmiga teng hajmda mana azot bilan kislorod ishlatilsa, reaksiya tezligi qanday o'zgaradi? Bu ma'lumotlardan bizga qaraylik. Azot bilan kislorod. Ana shu holat bo'yicha kislorodning hajmiy o'lishini 50% kislorod saqlagan ekan. Endi qaranglar, kislorod hajmiga teng hajmda aralashma ishlatilsa deyilyapti. Azotmi? Yo'q, O2 3-1. 3-2. Endi qaranglar. Mana bu 3 mol bo'lsa, shu holat bo'yicha 50% bo'lsa, 100% holatimizda qancha hajmni egallaydi? 6 litr hajmda egallar ekan. 6 litr. Oldin 3 litr edi, keyin 6 litr bo'ldi. Necha marta hajmi ortdi? 2 marta hajmi ortdi. Demak, 2 ning nimasi bo'ladi? 3-darajasi. Bu yo'q, shoshilmang endi. 8 marta nima bo'lyapti? Ortadi deyishga hali xulosa chiqarmaylik. Mana bu yerda kislorodimiz hech qanday qo'shimchasi yo'q edi. 100% kislorod edi. Endi bunga kelganda 50% bo'lib qoldi kislorodning nimasi? Hajmi. Kamaydi. 50% ga hajmi o'lishi kamaydi. Bu yerda 100% edi. Bu yerda endi kamaygandan keyin tezligi nima bo'ladi? Kamayish sodir bo'ladi. 8 marta nima bo'ladi? Kamayadi. Bilmasam. 4-1. Qaranglar, buni berilgan shartni yozaveringlar, bo'ldi, o'sha bo'yicha chiqib ketaveradi. Metanimiz bor ekan. U yondirilyapti. Karbonat angidrid hosil bo'lyapti va 2 molekula suv hosil bo'lyapti. Kislorod hajmiga teng hajmda aralashma ishlatilsa, reaksiya 64 marta sekinlashadi deyilyapti. 64 marta sekinlashadi deyilyapti. Endi 64 marta sekinlashishini biz nimaga nisbatan topsak bo'ladi? Ya'ni necha marta hajmimiz ortganligini topib olishim kerak-da. Ya'ni x ning nechinchi darajasi bo'lyapti? Ikkinchi darajasi 64 ga teng ekan. 8 bo'lyapti-da. X'imiz nima bo'lyapti? 8 marta o'zgarish kelib chiqdi. Xo'sh, endi qaranglar. Mana bu dastlabki aralashmada oldin 2 edi, keyin 8 bo'lib qoldi. Necha bo'lib qoladi? Marta o'zgarsa 16 bo'lib qoladi-da, to'g'rimi? 16. 16 bu nima? Umumiy gazlar aralashmasi desak, x plus 1 teng 16 edi. Bizga masala shartda 2 bo'lsa, 16 ni 2 ga bo'lsam 8 bo'ladi. X plus 1 teng 8 bu yoqqa o'tadi, yana 7 mana. 7 bo'ladi, to'g'ri. Mana, qaranglar yana. Bizga mana 8 qayerdan kelganini tushundikmi, yo'qmi? Tushundik, ha? Endi 8 marta bu hajmning nimasi bo'lyapti? O'zgarganligi kelib chiqyapti. Oldin hajmimiz necha edi? 2 edi. 8 marta o'zgarsa necha bo'lib qoladi? 16 bo'lib qoladi. 16. 16 bo'lgandan keyin 16. Demak 16 ga teng bo'ldi. Mana bu gazlar aralashmamiz hajmi. O'zi x plus 1 bo'lganda 16 bo'lsa, kislorod o'zi 2 bo'ldi. Buni o'sha tezlik topish formulasiga qo'yamiz. Qaranglar. Bizga tezlik berilyapti nechaga? 4.8 ga teng ekan. Yana nima ma'lumot bor?
K ning qiymati bor. K miz nechaga teng ekan? 0,2 ga teng ekan. B moddaning konsentratsiyasi berilyapti ekan nechaga? 6 ga. A moddamizniki noma'lum ekan. Endi qaranglar, B ni oldiga 6 ni qo'yaman. A moddanikini bilmayman, x deb olaman. Demak, to'g'ri reaksiya tezligini topish formulasiga qo'yamiz. V T T1 bo'ladi-da, teng bo'ladi. K ko'paytirilgan A moddaning kvadrati ko'paytirilgan B moddaning birinchisi bo'ladi. Shunga qo'yamiz. Tezlik o'zi avtomatik berilgan 4,8 ekan. 4,8 teng K ning qiymati bormi? Bor. 0,2 ko'paytirilgan A moddani bilmayman. X ning kvadrati ko'paytirilgan B moddamiz qiymati necha ekan? 6 ning birinchisi ekan. 0,2 ni 6 ga ko'paytirsam necha bo'ladi? 1,2 x kvadrat teng bo'lyapti 4,8 ga. X kvadrat teng bo'lyapti 4 bo'lyapti. X ning nechinchidir darajasi 4 ga teng ekan. Bu 2 ning ikkinchi darajasi 4 ga teng bo'ladi. Xo'sh, demak mana ikkinligini topib oldik. Bizdan nima so'rayapti? A modda konsentratsiyasini aniqlang deyilyapti. A moddaning. A moddaning to'g'ri. Hozir B modda konsentratsiyasi bo'ldi, ha, 2 chiqdi. Bo'ldi, A degan javob bo'ladi. Xo'sh, tak. Konsentratsiya bor, tezlik bor. Demak, 5 imiz teng bo'lyapti. K ni bilmayman, K deb olaman. Ko'paytirilgan konsentratsiyamiz 0,5 x ga uning nechinchi darajasi bo'ladi? Ikkinchi darajasi bo'ladi. K ni topmoqchi bo'lsak, 0,5 ni 0,5 ga ko'paytirsam 0,25 bo'ladimi? Shu 5 ga teng ekan. K ning qiymati necha bo'ladi endi? 20 mi? Ha, 20 bo'ladi. 20 bo'ladi. Demak, mana D degan javob ekan. 0,4 ning nechinchi darajasi bo'ladi? Ikkinchi darajasi. Ko'paytirilgan Z ning qiymati 0,8. Birinchi daraja ko'paytirilgan. K aniqmi? 3,2 K ni 3,2. Zachем? 3,2 u tezlik u. Mana 3,2 ga teng ekan. 0,4 ni 0,4 ga ko'paytirsam necha bo'ladi? 0,16 bo'ladi. 0,16 ni ko'paytiraman 0,8 ga, ko'paytiraman K ga teng ekan 3,2. Demak, K ning qiymati necha bo'ladi? 25 mi? 25. D degan javob. Orqasiga qaranglarchi, D mikan? Qattiq modda bu 4 ekan. Tezlik konstantasi 0,25. K ning qiymatini berilyapti ekan. Yozib qo'yinglar. 0,25. B moddani 25% sarflangach, tezlik nechaga teng bo'ladi? B moddani 25% ni topaman. 4 bo'lgan holatimizda 100% edi. 25 bo'lgan holatimizda necha chiqadi? 1 ekan. 1 sarflanib ketibdi mana. 1 sarflanib ketsa, endi 1 ni 2 ga ko'paytirsam, A dan ham 2 ketadimi? 2 ketadi. 1 ni 1 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsam, S dan 1 hosil bo'lgan bo'ladi. Qanchasi ortib qoldi? O'shani topaman. 4 dan 1 ni ayirsam necha bo'ladi? 3, 6 dan 2 ni ayirsam 4. 4 ta ortib qoldi. Endi ana shuni tezligini yozilgan? Yo'q, mana K berilsa, bitta ana shuni aytaveringlar tezlik topishda formulasi. Ya'ni A moddamiz 4 ekan, 4 ning kvadrati ko'paytirilgan B moddamiz 3 ekan, 3 ning birinchisi ko'paytirilgan K 0,25 ekan. Necha chiqadi? 16, 3, 48, 48 da 4 ga bo'lsam 12 mi? Bo'ldi. 9,1 qaranglar. X2 y'imiz bor ekan. Bu 2 ta x plus y dan 2 tamiz bor ekan. Ushbu reaksiya tenglamasi bo'yicha 2 minut tezlikni topmoqchi bo'lsak, 1,2 ni bo'laman umumiy ketgan vaqtimga. Oldin 2 minut yurdim, keyin 3 minut yurdim, umumiy 5 minut yuribman. 5 minutni sekundda toping deyapti. 60 ga ko'paytiraman. 300 bo'ladi. 300 ga bo'ling.
0,04 bo'lyapti. Nimaga oson? Hali chiqdi emas javob aylanay. Mana qaysi javob ekan? Kimdir ishlaydi, ana u bir chiqardimda shuni belgilab qo'yadi, yes deydi. Javob chiqdi deydi. Yo'q, qaranglar, bu yerda ikkita nimamiz bor. X2 miz bor. Ikkita X2 miz bor. Biz bittasiga nisbatan topishimiz kerak. Shuning uchun ham 2 ga bo'lib yuboramiz. Necha bo'ladi? Orqasi ko'rdingizmi? Yaxshi. Qiyin emasmikan? Reaksiya moddalarining konsentratsiyasi mos ravishda deyilyapti. Mana bundan 0,2, bundan ham 0,2 ekan. 0,2, bundan ham 0,1 olingan ekan. Reaksiya o'rtacha tezligi shuncha minut va 2 minutdan keyin moddalarning konsentratsiyasi qanday bo'lib qoladi deyilyapti. Va o'rtachamiz bor ekan 0,02 ekan. Taun ekan, taunimiz bor ekan 2 minutga ekan. 2 minutga teng ekan. Endi shundan tezlikni topish formulamiz bor edi. Delta S taqsim taun edi. Shundan delta S ni topmoqchi bo'lsam nima ish bajaraman? Menga aytadi. Moqchisi nimaga? V ni V ni ko'paytiramiz taunga. V imiz nechaga teng ekan? 0,02 ko'paytiraman. T vaqtimiz 2 minut. Sekundda deganmi? O'zi minutda ham berilyapti tezligimiz. Bo'ldi. Shuni 2 ga ko'paytiramiz. 0,04 bo'lyapti. 0,04 imiz nima bo'lgan ekan? Sarflanib ketgan ekan. Endi qaranglar. Mana bundan sarflangani 0,04 bo'lsa, to'xtanglar, mana bu yerdan yozaylik. A plus 2 B teng ekan S. Bundan 0,2 olingan, bundan ham 0,2, bundan ham 0,1. Mana bu A moddadan qanchadir sarflanyapti, B dan ham qanchadir sarflanyapti va S ga qanchadir qo'shilyapti. Bu hosil bo'lgan mahsulot. Bu sarflanib ketadigan. Sarflanib ketadigan mahsulotimizning massasi nima kamayadi, reagentlar massasi kamayadi, miqdori kamayadi. Hosil bo'lgan S moddamiz esa mahsulotimiz esa ortishi kerak. Endi mana topdik 0,04 ekan. 0,04. 0,04 ni 2 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsam necha bo'ladi? 0,08. 0,04 ni 1 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsam necha bo'ladi? 0,04. Endi buni ayirib tashlayman. 0,2 dan 0,04 ni ayirsam 0,16. Bu 0,12. 0,14. Nima uchun 0,14 bo'ladi? Ha, mana opalarimiz bor-da, o'zi ayirib ketyapti. O'zi miya moslashib qoldi, ayirishga, demak, S ham ayriladi degan signal keldi miyaga. Yo'q, bu hosil bo'lgan mahsulot deyapman. Mahsulotimiz yana ortadi. Qo'shaman endi 0,14 bo'lib qoladi. Mahsulot ortadi, reagentlar kamayadi. Shuni esdan chiqarmanglar. Aliya, kim bilan nima qilyapsiz? Hosil bo'lgan har doim qo'shiladi-da. Hajmni so'rayapti ekan. Qaranglar, hajmni. X2 plus Y2 x y2 ekan. Tenglashtirsam bu yerga 2 ni qo'yaman, bu yerga 2 ni qo'yaman. Demak, bizga modda miqdorimiz berilyapti, 2 ga teng deb berilyapti, x'imizniki. Mana buniki 2 ga teng ekan. Y2 esa 4 ga teng ekan. Kimyoviy reaksiya tezligimiz Assalomu alaykum. Yo'q, javob yo'q hozircha. Kutib turingizlar, keyin ketasizlar. Endi qaranglar. X2. Men buni hajmini bilmayman. Hajmini x litr deb olaman. Maylimi? Shuni deb olsam bo'ladimi? X ga bo'laman. Buni ham hajmini bilmayman, x litr bo'ladi. Molyar konsentratsiyani qo'yaman-ku o'zi bu formulaga. Ya'ni VT va to'g'rini topmoqchi bo'lsam, K ko'paytirilgan A moddamizning achasi ko'paytirilgan B moddamizning B-chasi degan formulaga qo'yapman. Endi mana shu 2 taqsim x ko'paytirilgan 4 taqsim x ning nimasi bo'ladi? 2 kvadrati ko'paytirilgan K nechiga teng? 0,01 teng ekan, tezligimiz 0,04 ga teng ekan. Bu yoqqa o'tgandan keyin nima o'tadi? Bo'lib o'tadi. 2 taqsim x ko'paytirilgan 4 taqsim x ning kvadrati teng bo'lyapti
4 ga teng bo'lyapti. Endi ochib chiqsak, ha? Nima? Nimani qisqartirsak? Qisqartirib bo'lmaydi hozircha. 2 taqsim x ko'paytirilgan 4 gara 4 16 taqsim x kvadrat teng bo'lyapti 4 ga. Bu bilan buni ko'paytirsam 32 taqsim x ning kubi teng bo'lyapti 4 ga taqsim 1. Bu bilan bu 4x kub teng bo'lyapti 32 ga. X ning kubi teng bo'lyapti 8 ga teng bo'lyapti. Nechiningdir 3-daraja 8. 2. X'imiz 2 ekan. X nima deb oldim? Litr deb oldim. Demak 2 litr chiqdi. Qaysi javob ekan? D degan javob ekan. Bilmadim. Ma'noni beradi. Mana bundan x kirishsa, bundan qanday ketadi? 2x esa kirishgan bo'ladi. Endi ana shu holatimizdagi men tezlikni nimasini topaman? Mana tezlik berilyapti. 6 ga 4 ekan, teng ekan. K ning qiymati nechaga teng ekan? 200 ga ko'paytiraman. 2x ning nechinchisi bo'ladi? Ikkinchisi ko'paytirilgan x bo'ladi. Endi buni topmoqchi bo'lsak, 2 4 teng bo'lyapti 200 ko'paytirilgan 4x kvadrat ko'paytirilgan x bo'ladi. Nima bo'ladi endi? Buni bu yoqqa o'tkazsak bo'lib o'tadi. 3.2 ni bo'laman 200 ga. 3.2 deb hozir 6.4 ni bo'laman 200 ga. 0.032 teng bo'lyapti 4x ning kubi bo'lib qolyapti-da. Endi siz matematikaga boryapsiz, shu uchun ham yaxshi aylanadi. Nima qilamiz endi? Esimni chiqib. X ning kubi teng bo'lyapti 0.032 ni bo'laman 4 ga. 8. Endi x ning nechinchi darajasi? 0.2 ni toping deyapti. Buni oldida necha turibdi? 2x turibdi. Demak, shuni nechaga ko'paytiraman? Demak, necha ekan? 0.4 ekan. Qaysi javob ekan? D degan javob ekan. Tak. Mana bu yerga 2 ni qo'yaman. Qanday topib olaman? Mana K'ni qanday topib olaman? Mana tezlik bor. 8 10 darajasi -3 teng ekan. K'ni bilmayman. K deb oldim, ko'paytiraman. X moddamizda nimasi 0.5 ning nechinchisi bo'ladi? Ko'paytirilgan 0.2 ning 3-chisi. Shundan topinglar K'ni qiymatini. Ko'paytirish kerak-da, ko'paytiring endi. 0.5 0.5 ga 0.25 0.008 bo'ladi. Nechi matematika ayting. Qani qiymatimi? 0.2 bo'ldi, qani topib oldim. Endi 2 3, bu yerda ham 3 ta bor, ketdi bular. 8 ni 2 ga bo'lsam necha bo'ladi? 4 bo'ladi, bo'ldi. Mana matematik. Endi 4 ekan qani qiymati. Davom etiraman. Endi mana shu reaksiya yana qayta yozib olaman. Y demak 2 ta x 2, y 3 bo'lyapti. Xo'sh, 3'i 1 ga qaraymiz yana nima? Ikkinchi jadvalga. X moddamiz 0.2 ekan. 0.2 ning kvadrati ko'paytirilgan 0.1imizning 3-chisi ko'paytirilgan k'miz 4 chiqdi. Ana shuni hisoblanglar, avtomatik javob chiqadi. 0.1 ga ko'paytirsak, keyin yana 4 4.16 chiqadi. 1.6 mi? Ha, to'g'ri. 1.6 10 darajasi -4 bo'ladi, bo'ldi. Qaysi javob bo'ladi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi, вообще.